Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni ochib beraman. Pensiya guvohnomasi faqat men pensionerman degan qog'oz emas. Ko'pchilik uni sandiqda, papkada yoki telefon g'ilofida olib yuradi. Lekin uning ortida yashiringan imkoniyatlardan foydalanmaydi. Natijada odamlar chegirma olishi mumkin bo'lgan joyda to'liq pul to'laydi. Yordam so'rashi mumkin bo'lgan idorada jim ketadi. Imtiyoz borligini bilmaganligi uchun oyma-oy ortiqcha xarajat qiladi. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi, nogironligi bo'lgan yaqinlari bor har bir insonga kerak. Chunki ko'pincha pensionerning o'zi idoralarga yugura olmaydi, hujjatlarni tushunmaydi, internetdan foydalana olmaydi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu yerda ko'pchilik bilmaydigan 9 ta yashirin imkoniyatni oddiy tilda tushuntirib beraman. Avvallari pensiya guvohnomasi asosan bitta vazifani bajargan, odam pensiya olishini tasdiqlagan. Ya'ni pochta bo'limida, bankda yoki ijtimoiy ta'minot idorasida bu kishi pensioner degan dalil sifatida ko'rsatilgan. Ko'pchilikning tasavvurida hozir ham shu, guvohnoma bor, pensiya keladi. Tamom, lekin hozir vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari raqamlashtirildi. Ko'plab imtiyozlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ayrim chegirmalar va yordamlar pensioner maqomiga bog'lanadi. Eng muhimi, ko'plab xizmatlarda siz pensionermisiz deb so'rashmaydi. Siz o'zingiz guvohnomani ko'rsatmasangiz, ariza bermasangiz yoki huquqingizni talab qilmasangiz, hech kim sizning ortingizdan yugurmaydi. Masalan, dorixonada ayrim ijtimoiy dorilar bo'yicha yordam tartibi bo'lishi mumkin. Lekin pensioner buni bilmasa, oddiy xaridor sifatida to'liq pul to'laydi. Yoki kommunal to'lovlarda kam ta'minlangan yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun yordam yoki kompensatsiya mexanizmlari bo'lishi mumkin. Lekin ariza berilmasa, tizim o'z-o'zidan pulni kamaytirib qo'ymaydi. Yoki sanatoriy, reabilitatsiya, ijtimoiy xizmat. Uyda parvarish kabi yo'nalishlarda imkoniyatlar bor. Lekin odamlar bu faqat tanishi borlarga deb o'ylab umuman murojaat qilmaydi. Men bugun aynan shu nuqtani tushuntiraman. Pensiya guvohnomasi huquqni ochadigan kalit. Lekin kalit cho'ntakda yotsa eshik ochilmaydi. Pensiya guvohnomasi sizning ijtimoiy maqomingizni tasdiqlaydi. Bu oddiy gapdek tuyuladi, lekin amalda juda katta ahamiyatga ega. Ba'zi idoralarda, xususiy tashkilotlarda yoki xizmat ko'rsatish joylarida pensionerlar uchun alohida tartib, navbatsiz qabul, chegirma yoki yengillik bor. Lekin ularning hammasi sizdan birinchi navbatda tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Ana shu joyda pensiya guvohnomasi ish beradi. Masalan, 68 yoshli otaxon bankka borib, karta almashtirmoqchi bo'ldi. U navbatda 2 soat turdi. Keyin xodim siz pensionermisiz? Nega aytmadingiz? Bizda keksalar uchun alohida oynacha bor dedi. Otaxon esa men buni bilmasdim dedi. Agar u kirishda pensiya guvohnomasini ko'rsatib, pensionerlar uchun alohida tartib bormi deb so'raganida vaqtini tejardi. Yoki boshqa misol. Oldin 2 yoshli ayol davlat xizmatlari markaziga ma'lumotnoma olishga bordi. U ba'zi yig'imlar bo'yicha imtiyozli toifa bor yo'qligini so'ramadi. To'lovni qildi. Keyin qo'shnisi aytdi. Ayrim xizmatlarda pensioner, nogironligi bor yoki kam ta'minlangan shaxslar uchun yengillik bo'ladi. So'rab ko'rish kerak edi. Bu yerda muhim qoida, har bir joyda avtomatik chegirma bo'lmasligi mumkin, lekin so'rash zarar qilmaydi. Siz guvohnomani ko'rsating va pensionerlar uchun imtiyoz bormi deb aniq so'rang. Ko'pchilik pensiya guvohnomasi transportda faqat ayrim bayram yoki maxsus holatlarda kerak bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida transport masalasi hududga, transport turiga va mahalliy qarorlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda keksalar, urush va mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan pensionerlar yoki ma'lum toifadagi shaxslar uchun bepul yoki imtiyozli yurish tartiblari bo'lishi mumkin. Buni bilish uchun guvohnoma asosiy dalil bo'ladi. Misol uchun, pensioner oyiga shifoxonaga 6 marta qatnaydi. Har safar borib kelishga 12 ming so'mdan sarflasa, oyiga 72 ming so'm, yiliga pek kimsa 6-7 ming so'm chiqadi. Agar uning toifasi bo'yicha transport yengilligi, kompensatsiya yoki mahalliy yordam bor bo'lsa, bu katta tejash. Lekin ko'pchilik buni so'ramaydi. Menga baribir berishmaydi deb o'ylaydi. Men esa doim aytaman, huquqni bilmaslik eng qimmat xarajat, ayniqsa shahar transportida. Temir yo'l chiptalarida, ayrim yo'nalishlarda mavsumiy yoki toifaviy chegirmalar bo'lishi mumkin. Bular har doim hamma pensionerga bir xil berilmaydi.
kimdir yoshi bo'yicha, kimdir faxriy maqomi bo'yicha, kimdir nogironlik guruhi bo'yicha foydalanadi. Shuning uchun pensiya guvohnomasi bilan birga pasport, nogironlik ma'lumotnomasi, faxriy guvohnomasi bo'lsa, barchasini yo'lingizda olib yurish foydali. Eng og'ir xarajat ko'pincha dori-darmon. Pensiona 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, shuning 300-500 ming so'mi doriga ketishi mumkin. Qon bosimi, qandli diabet, yurak, bo'g'im, ko'z, jigar, buyrak dorilari doimiy xarajat talab qiladi. Pensiya guvohnomasi tibbiy tizimda ijtimoiy maqomni tasdiqlash uchun kerak bo'lishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Birinchidan, oilaviy poliklinikada siz o'zingizning toifangiz bo'yicha bepul dori, imtiyozli dori yoki dispanser nazoratiga kirish imkoniyati bor yo'qligini so'rashingiz kerak. Ikkinchidan, agar pensioner nogironligi bo'lsa, protez ortopediya buyumlari, eshitish apparati, aravacha, hassa, reabilitatsiya vositalari bo'yicha tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Uchinchidan, ayrim kasalliklar bo'yicha davlat dasturlari doirasida dori yoki tekshiruvlar berilishi mumkin. Real holatni olaylik. 7 ming yoshli ayolda qandli diabet bor. U har oy dorixonadan o'z puliga dori oladi. Qizi poliklinikaga borib, endokrinologdan onamning toifasi bo'yicha qanday imtiyozli dori yoki nazorat bor deb so'ragandan keyin ayrim tekshiruvlarni bepul topshirish, ro'yxatga kiritish va davolanish rejasini to'g'irlash imkoni paydo bo'ladi. Bu yerda pensiya guvohnomasi yakka o'zi hammasini hal qilmasligi mumkin, lekin u boshqa hujjatlar bilan birga eshik ochadi. Ko'pchilik sanatoriy yo'llanmasini faqat tanish bilish bilan olinadi deb o'ylaydi. Men bunday fikrning sababini tushunaman. Odamlar ko'p marta murojaat qilib javob olmagan bo'lishi mumkin. Lekin baribir qonuniy yo'l bor. Tibbiy ko'rsatma, ijtimoiy maqom, navbat va hujjatlar asosida murojaat qilish. Pensiya guvohnomasi bu jarayonda pensioner ekaningizni tasdiqlaydi. Agar sizda yurak-qon tomir, asab, bo'g'im, nafas yo'llari operatsiyadan keyingi tiklanish kabi holatlar bo'lsa, poliklinikadagi shifokor bilan gaplashing. Menga sanatoriy yoki reabilitatsiya bo'yicha tavsiya berish mumkinmi deb so'rang. Shifokor tibbiy xulosa beradi yoki kerakli tekshiruvlarga yuboradi. Keyin ijtimoiy himoya bo'limi, mahalla yoki tegishli tashkilot orqali navbat va tartib aniqlanadi. Misol 56 yoshli erkak insultdan keyin yurishi qiyinlashgan. Oilasi uni uyda davolaydi, lekin reabilitatsiya mashqlari kerak. Ular pensiya guvohnomasi, pasport, tibbiy xulosa, nogironlik hujjati bilan murojaat qilsa, reabilitatsiya xizmatlari sanatoriy yoki boshqa yordam bo'yicha variantlar ko'rib chiqilishi mumkin. Bu darhol ertaga bepul yo'llanma degani emas, lekin murojaat qilinmasa, navbat ham boshlanmaydi. Kommunal to'lovlar pensioner uchun eng og'ir masalalardan biri. Elektr, gaz, suv, chiqindi, isitish, telefon, internet hammasi qo'shilib katta summa bo'ladi. Oddiy pensioner bilan yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan yoki qarovchisi yo'q pensionerning holati bir xil emas. Shuning uchun ijtimoiy yordam mexanizmlarida pensiya guvohnomasi muhim hujjat sifatida ko'riladi. Bu yerda juda muhim farq bor. Hamma pensionerga avtomatik kommunal chegirma beriladi deb o'ylamang. Ko'pincha yordam oilaning daromadi, yashash sharoiti, yolg'izligi, nogironligi, ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki mahalla tavsiyasi kabi omillarga bog'liq bo'ladi. Lekin pensiya guvohnomasi sizning daromad manbangiz va maqomingizni ko'rsatadi. Masalan, 73 yoshli ona yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 100 ming so'm. Qishda gaz va elektrga 400 ming so'm ketadi. Doriga 300 ming so'm ketadi. Oziq-ovqatga pul yetmaydi. Bunday holatda farzandlari yoki qo'shnilari imtiyoz bormi deb gap qilish o'rniga aniq harakat qilishi kerak. Mahallaga borish, ijtimoiy xodim bilan uchrashish, daromad va yashash holatini tushuntirish, kerak bo'lsa ijtimoiy yordamga ariza berish. Pensiya guvohnomasi bu arizaning asosiy hujjatlaridan biri bo'ladi. Pensionerlarning ko'pchiligi uy, yer, bog', kichik mulk yoki meros bo'yicha soliq masalalarini tushunmaydi. Ba'zi toifalar uchun mol-mulk solig'i, yer solig'i yoki boshqa majburiy to'lovlarda imtiyozlar bo'lishi mumkin. Bu imtiyozlar hamma pensionerga bir xil qo'llanmasligi mumkin, lekin tekshirish shart. Oddiy misol, pensionerning nomida bitta uy bor. Har yili soliq xabarnomasi keladi. U to'laydi. Lekin u o'z toifasi bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Yoki nogironligi bo'lgan pensioner bo'lsa, qo'shimcha yengillik bo'lishi ehtimoli bor. Nima qilish kerak? Tuman soliq inspeksiyasiga yoki may soliq xizmatlariga murojaat qilib,
Men pensionerman, mening to'yfam bo'yicha mol mulk yoki yer solig'ida imtiyoz bormi deb so'rash kerak. Hujjat sifatida pasport. Stil yoki JXR ma'lumotlari, kadastr hujjati, pensiya bo'lmasa nogironlik hujjati kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda yana bir nozik masala bor. Agar uy pensioner nomida emas, farzandi nomida bo'lsa, pensioner o'sha uyda yashasa ham imtiyoz qo'llanmasligi mumkin. Chunki soliq mulk egasiga bog'lanadi. Shuning uchun onam shu uyda yashaydi degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjatdagi egasi kim? Imtiyoz kimga tegishli? Mulk nechta maydoni qancha, bularning hammasi ahamiyatga ega. Pensiya guvohnomasi bankda faqat pensiya kartasini olish uchun kerak emas. U pensioner maqomini tasdiqlab, ayrim xizmatlarda qulaylik yaratishi mumkin. Masalan, pensiya kartasi bo'yicha xizmatlar, SMS xabarnoma, naqd pul olish, ishonchnoma orqali pensiya olish, uyga yetkazish tartibi, bank ilovasini so'zlash, firibgarlikdan himoya qilish bo'yicha maslahatlar. Afsuski, firibgarlar aynan pensionerlarni ko'p aldaydi. Kartangiz blok bo'ldi. Pensiyangiz o'chdi. Kodni ayting. Kompensatsiya tushiramiz deb telefon qilishadi. Men aniq aytaman, bank kodini hech qachon SMS kod, karta PIN kodi yoki plastik kartaning to'liq maxfiy ma'lumotlarini so'ramaydi. Pensiya guvohnomasi borligi sizni aldovdan himoya qilmaydi. Lekin bankka borib, men pensionerman, menga xavfsiz foydalanishni tushuntirib bering, limit qo'yib bering, SMS xabarini yo'qing deyishingiz mumkin. Masalan, 6-9 yoshli ayolga kimdir telefon qilib, pensiyangizga 500 ming so'm qo'shimcha tushadi. SMS kodini ayting deydi. U aytadi va kartasidan 2 million so'm yechib olinadi. Agar farzandlari oldindan bankka olib borib, kartaga kunlik limit qo'ydirganida, SMS xabarni faollashtirganida bunday zarar kamayishi mumkin edi. Shuning uchun pensiya guvohnomasi bilan bankka kirib, faqat pul yechmang, xavfsizlik sozlamalarini ham tekshirtiring. Pensionerlar ko'p hollarda ishonchnoma beradi. Pensiyani olish, kommunal to'lovni to'lash, uy hujjatini yuritish, shifoxonaga borish, bank ishlarini bajarish. Bu juda ehtiyotkorlik talab qiladigan masala. Pensiya guvohnomasi notarius yoki huquqiy maslahat jarayonida shaxsning ijtimoiy holatini ko'rsatadi va ayrim hollarda yengillik tushuntirish alohida e'tibor uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin eng katta xavf shundaki, pensioner nimaga imzo qo'yayotganini tushunmasligi mumkin. Masalan, u faqat pensiyamni olib bersin deb o'ylab ishonchnoma beradi. Lekin hujjatda bank hisobini boshqarish, karta ochish, pul yechish, hatto boshqa harakatlar ham yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki uy oldi sottisida bu vaqtincha qog'oz deb aldab mulkdan chiqarib yuborish holatlari uchraydi. Men har doim pensionerlarga aytaman. Notariusda hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. Menga oddiy tilda tushuntirib bering deb talab qiling. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, hujjatni ovoz chiqarib o'qitib oling. Agar shubha bo'lsa, mustaqil yuristga ko'rsating. Pensiya guvohnomasi bilan bepul huquqiy maslahat olish mumkin bo'lgan davlat yoki nodavlat xizmatlarni ham tekshirib ko'ring. Ayrim hududlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun bepul yuridik yordam tartiblari mavjud. Eng kam gapiriladigan imkoniyatlardan biri uyda ijtimoiy xizmat. Qarobchisi yo'q, yolg'iz yashovchi, harakatlanishi qiyin, kasal yoki nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun uyga borib ko'mak berish, oziq-ovqat, dori olib kelish, hujjat topshirishda yordam berish, tibbiy ko'rikka yo'naltirish kabi xizmatlar bo'lishi mumkin. Bu ham hamma uchun avtomatik emas. Arzat tekshiruv va ijtimoiy holatni baholash talab qilinadi. Tasavvur qiling. Oykib yaxshi yoshli otaxon 4 qavatda yashaydi. Lifti yo'q. Farzandlari boshqa viloyatda. U har oy pensiya oladi, lekin dorixonaga tushish ham qiyin. Bunday odam men hech kimga kerak emasman deb uyda o'tirish kerak emas. Mahallaga, ijtimoiy xodimga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilish kerak. Pensiya guvohnomasi, pasport, tibbiy ma'lumotlar, yolg'iz yashashi haqidagi ma'lumotlar asosida unga qanday yordam ko'rsatilishi mumkinligi ko'rib chiqiladi. Bu imkoniyatni ko'pincha farzandlar ham bilmaydi. Ular oyda bir marta pul yuboradi, lekin onasi yoki otasining kundalik ehtiyoji hal bo'lmaydi. Pul bor, lekin dori olib keladigan odam yo'q. Pensiya bor, lekin shifokorga olib boradigan odam yo'q. Shuning uchun pensiya guvohnomasi faqat pul hujjati emas, ijtimoiy xizmatga kirish hujjati ham bo'lishi mumkin. Eng avvalo yolg'iz yashovchi pensionerlar bu imkoniyatlarni tekshirishi kerak. Chunki ularning xavfi yuqori, kasallik bo'lsa, yonda yordam beradigan odam bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar.
Ular dori, reabilitatsiya, transport, uyda xizmat, soliq va boshqa yo'nalishlarda ko'proq huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa kam pensiya oladigan va kommunal to'lovlardan qiynalayotganlar. To'rtinchi toifa mulki. Uyi, yeri bor, lekin soliq imtiyozlarini tekshirmagan pensionerlar. Beshinchi toifa bank kartasidan foydalanadigan, lekin telefon firibgarlikda tushunmaydigan keksalar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar pensionerning pensiyasi yetarli, farzandlari yonida tibbiy sug'urta yoki doimiy nazorat bor, hujjatlari tartibda bank xavfsizligi sozlangan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta imtiyozlarni tekshirish kerak. Chunki qoidalar o'zgaradi, yangi dasturlar ochiladi, eski tartib bekor bo'ladi yoki elektron shaklga o'tadi. Birinchi nozik jihat. Pensiya guvohnomasi hamma joyda avtomatik chegirma bermaydi. Odamlar ko'pincha men pensionerman, demak menga hamma narsa arzon bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Amalda esa imtiyoz aniq qonun qaror, hududiy tartib yoki tashkilot ichki siyosatiga bog'liq. Shuning uchun talab qiling, lekin janjal bilan emas, hujjat va savol bilan boring. Ikkinchi nozik jihat. Pensionerlik yoshi bilan pensiya oluvchi maqomi bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, kimdir nafaqa oladi. Har birining huquqlari farq qilishi mumkin. Guvohnomada yoki bazada aynan qaysi toifa ekaningiz muhim. Uchinchi nozik jihat. Imtiyoz ko'pincha ariza bergan kundan boshlanadi. Ya'ni siz 3 yil bilmagan bo'lsangiz. Hamma joy ham 3 yil orqaga pulni qaytarib bermaydi. Ba'zi holatlarda qayta hisoblash mumkin, ba'zida esa yo'q. Shuning uchun kechiktirmang. To'rtinchi nozik jihat. Hujjatdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Familiya, ism, tug'ilgan sana, pensiya turi, yash manzili xato bo'lsa, elektron tizimda muammo chiqadi. Masalan, bankda boshqa, poliklinikada boshqa manzil tursa, xizmat olish cho'ziladi. Beshinchi nozik jihat. Ishonchnoma berishda chegarani aniq yozdiring. Pensiyani olish huquqi boshqa. Barcha moliyaviy operatsiyalarni bajarish huquqi boshqa. Uy hujjatini topshirish boshqa. Uy bilan bitim qilish boshqa. Har bir so'zning oqibati bor. 6-chi nozik jihat. Guvohnomani begonalarga rasmiy oldirmang. Hozir firibgarlar pasport, karta, guvohnoma suratlari orqali turli arizalar, qarzlar yoki aldov sxemalarini boshlashi mumkin. Hujjatni faqat rasmiy idora, bank, notar yoki ishonchli tashkilotga ko'rsating. Birinchi qadam, pensiya guvohnomangizni tekshiring. U eskirmaganmi? Yozuvlari o'qiladimi? Ma'lumotlar pasport bilan mosmi? Agar yo'qolgan bo'lsa yoki yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali dublikat olish tartibini so'rang. Ikkinchi qadam, bitta papka tayyorlang. Unda pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, bank karta rekvizitlari, tibbiy xulosalar, nogironlik hujjati bo'lsa, uning nusxasi, kadastr hujjati, kommunal to'lov kvitansiyali, mahalla ma'lumotnomalari bo'lsin. Har safar idoraga borganda hujjat qidirib sarson bo'lmaysiz. Uchinchi qadam, mahallaga boring va aniq savollar bering. Men pensionerman, mening holatim bo'yicha ijtimoiy yordam, kommunal kompensatsiya, oziq-ovqat yordami. Uyda xizmat yoki boshqa dastur bormi deb so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanmay, kerak bo'lsa yozma ariza qoldiring. Arizada ism, familiya, manzil, telefon, pensiya miqdori, oilaviy holat, muammo va so'ralayotgan yordamni aniq yozing. 4-chi qadam, poliklinikaga boring. Oilaviy shifokorga mening kasalliklarim bo'yicha imtiyozli dori, bepul tekshiruv, sanatoriy yoki reabilitatsiya imkoniyati bormi deb savol bering. Shifokordan yozma tavsiya yoki yo'llanma kerak bo'lsa, tartibini so'rang. 5-chi qadam, soliq masalasini tekshiring. Agar nomingizda uy, yer, bog' yoki boshqa mulk bo'lsa, soliq organidan imtiyozga haqli yoki haqli emasligingizni aniqlang. Men pensionerman deyishning o'zi yetmasligi mumkin. Shuning uchun hujjatlar bilan boring. 6-chi qadam, bank xavfsizligini sozlang. SMS xabarnoma, mobil ilovaga kirish, ishonchli telefon raqami, firibgarlikdan himoya bo'yicha bank xodimidan tushuntirish oling. Hech kimga SMS kod aytmaslikni butun oilangizga qo'yda qilib qo'ying. 7-chi qadam. Notariusga borishdan oldin hujjat matnini tushuning. Agar ishonchnoma berayotgan bo'lsangiz, vakolatlarni to'g'ri va aniq yozdiring. Keraksiz keng huquqlarni qo'shmang. Shubha bo'lsa, imzo qo'ymang. 8-chi qadam. Har bir xizmat joyida bitta savolni odat qiling. Pensionerlar uchun imtiyoz yoki alohida tartib bormi?
Shu savol sizga ba'zan navbatni, ba'zan pulni, ba'zan vaqtni, ba'zan esa sog'liqni tejab beradi. Bugun men sizga pensiya guvohnomasining 9 ta yashirin imkoniyatini tushuntirdim. Maqomni tasdiqlash, transport yengilliklarini tekshirish, dori-darmon va tibbiy yordam, sanatoriy va reabilitatsiya, kommunal va ijtimoiy yordam, soliq imtiyozlari, bank xavfsizligi, notarial huquqiy himoya va uyda ijtimoiy xizmatlar. Eng muhim fikr shuki, guvohnoma o'zi pul tejab bermaydi. Lekin siz undan foydalanishni bilsangiz, ko'plab eshiklarni ochadi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntirib bering. Kerak bo'lsa birga mahalla, poliklinika, bank yoki soliq idorasiga boring. Huquqini bilgan odam kamroq aldanadi, kamroq sarson bo'ladi va o'ziga tegishli yordamni olish imkoniyatini oshiradi. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar uchun qanday imtiyozlar bor? Siz pensiya guvohnomasi orqali qaysi xizmatdan foydalangansiz? Tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta ulashing.